Aqlli brasletlar tarixi Xiaomi Mi Band 1 dan boshlangan deb o'ylaysizmi? Yoki Google Whoop sotib olgandan keyinmi? Aslida hammasi qanday bo'lgan? Birinchidan Google Whoop sotib olmagan, Fitbit kompaniyasini sotib olgan. Whoop esa mutlaqo mustaqil brend. Fitbit esa hali Xiaomi umuman yo'q paytida ham ilk qadamlarini boshlagan. Mi Band 1 esa 2014-yilda chiqqan. O'sha yillari Jawbon Up hamda Nike Plus Fuel Band kabi afsonaviy brasletlar allaqachon millionlab sotilayotgan edi. Lekin ularning bitta kamchiligi bor edi. Narxi $100 qimmat edi. Xiaomi yangi gadjet o'ylab topmadi. U inqilob qildi. Atigi $13 batareyasi 30 kunga yetadigan Mi Band 1 chiqardi. Fitness brasletlarni endi hamma sotib olish imkoniga ega bo'ldi. Hozir Whoop va Google Fit xuddi shunaqa holatda. Whoop narxi $250 dan yuqori, Google Fit esa $120-130 atrofida sotiladi. Birinchidan narx va ikkinchidan Whoop pullik obuna bilan ishlashi ko'pchilikni Google Fit tanlashiga sabab bo'lmoqda. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kommentda fikringizni yozib qoldiring.